Assalomu alaykum. Mana toklarimizni bariga ancha kattalashib qoldi. Kiyimga mana kavak tok kerabisi bemalol mana olaverasizlar. Chunki har bir faslda o'zgashib turgandek bahor faslida shunaqa gashtlari bo'ladi. Qo'shiqda aytadi-ku, bog'ida bulbul sayragan, aqli raso kerak menga deb. Pomidor ko'chatlarim ham ancha kattalashib qolyapti. Hademay ba'zilari buni gullashni ham boshladi. Gullagandan keyin mana yeymiz xudo xolasa. Mana yozgan chiqib umuman olganda hayot o'zi zo'r. Har birimizni tirik bo'lganimiz o'zi bir shukronalik hissa albatta.